Tagini 50-45 santli turpoq olib tashlangan. Shibin tashlangan. Shibin. Shu siydeklar shim borish uchun. Ustiga betiga magnit qo'yilgan mana. Mana. Mana yopishib qoladi. 10 kilo bug'doyda Makkaga aralashgani qaynoq suvga yutaman. Ertalab. Uni kechqurun yeydi. Ertalab yeydiganini kechqurun yutib qo'yaman. Probkani olaman. Mana suv tushib ketyapti. Tushib ketadi. Mana bu yerda o'zi ketgan. Bu kanalizatsiya mana. Kanalizatsiya. Qaynoq suvda edi. Mana hozir bug'doy yumshoq bo'lib yotibdi mana. Buni kechqurun yeydi. 7 ta. 7 ta bir tarafda. Narigi tarafda ham 7 ta. 7 ta havo beradi bu. 7 ta so'rib iflos havoni tortyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'chqorish bozori. Kanalimizda qadrli obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda mehmonlarimiz. Bugungi video syomkamiz xudo xolasa content video. 5 yulduzli qo'ramizda xudo xolasa qo'yxonamizda chiroyli qilib mana shunaqa qo'ylarni yemlab, baraka topib uy sharoitida, eng qizig'i akalar uy sharoitida qo'y boqish sirlarini sizlarga taqdim qilib namoyish qilamiz. Biz Namangan viloyat Terg'o'qo'rg'on tumani xudo xolasa mana Qatag'on qishlog'idagi Turama qishlog'idan tushib kelishdagi akamiz. O'tgan safar Hoji akamiz bilan, Hoji buvamiz bilan bir content video mol boqishlarni ishlagandik. Mana molxonalari, mollari ichida. Endi bu safar qo'y bilan chorvachilikda eng avjiga olib chiqyapsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obunachilar nomidan charchamayapsizmi? Charchamayapsanmi? Allohga shukr. Xudo xolasa. Rahmat. Xudo xolasa bugungi syomkamiz biz o'zgacha video bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa. Bugun ham qo'y boqish sirlarini sizdan o'rganamiz, tajribangizda obunachilarga ulashasiz. Ham mana bu nima desa bo'ladi, 5 yulduzli qo'ramiz, qo'yxonamiz. Chiroyli qilib tanishtirib, uy sharoitida mana shunaqa qo'y boqaman degan aka-ukalarimizga namoyish qilib beramiz. Qo'ldan kelganicha. Qo'ldan kelgan. Biz haliga ko'p gapirmaymiz, sezitamiz. Bizni ko'rayotganlardan vaqtini olmaymiz. Yaxshi niyat yarim mol deyishgan. Ana shunday. Avvalo meni dadam rahmatli qo'y boqardilar. O'sha narsa bizda qolgan. Xo'p, endi mana shuni qildik. Qo'yxonada. Xo'p, endi qo'yxonamizda sekin-sekin ma'lumotlarni berib o'tib ketsak, bu qo'yxonamiz xudo xolasa mana shu boshidan oxirigacha necha metr atrofida chiqadi? Mana shu boshidan oxirigacha xo'p 15 metr, 15 metr atrofidagi joyga qurilgan. Xo'p. Enichi buni uzunliklari masalan. 3 ga 4. 3 ga 4. 3 ga 4 qilib xudo xolasa qurilgan ekan. Ammo men bir narsaga ishqiboz bo'ldim. Har bitta mana tepada turgan panjaramiz bor-ku, tushadi, pastga bekiladi. Mana bundoq ko'rsatib ketdik. Mana. Men o'zim ham o'taydi, bu pastga tushadi. Mana oshmosh bo'linadi-da bu. Bo'linadi. Alohida eshiklari bor. Endi hozir hamma sog'liqligiga ochib qo'ydik. Hali qo'shqorlarga navbat keldi, tushirib qo'yiladi. Bo'lib boqiladigan bo'lsa bo'laveradi. Bu yerda buzoqlarni boqsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Mana bu ko'tariladi. Bunisi ham ko'tariladi. Ko'tariladi tepaga. Mana bular orqasida mana oshmoshlari bor. Bularning orqasida ham akalar, xudo xolasa mana oshmoqlari ham bor ekan. Bular ham ko'tarilib tushadi. Bemalol mol boqishda ham buzaklarni boqishda ham xudo xolasa bemalol e'tibor berilaveradi. Xudo xolasa endi bularda men bir narsaga e'tibor beryapman, suv ichadigan paqiri deymiz, o'zimizning tilda paqirimiz, Ko'pchilik shuni so'rashyapti. Endi hozir bizda tok yo'q. Mana suv ochyapman. Mana bu yerda ko'rsatasiz. Hozir bu yerda probkaga zakasi qo'yganman men. Bu bo'ladi, bu to'ladi. Suvi bir kunda 3 mahal, 4 mahal yangilanadi. Probkani olaman. Mana suv tushib ketyapti. Tushib ketadi. Mana bu yerda o'zi ketgan. Bu kanalizatsiya mana. Kanalizatsiya. Mashalloh. Kanalizatsiya qilib mana xudo xolasa suvlar chiqib ketadigan joyda ham har bitta nimasida bor, отдельно bag'ini ham ko'rsatib ketaveraylik endi mana. Xudo xolasa mana har bittasi. Qachondir bu bo'linganda mana buniki отдельно. Bo'linganda hammasi отдельно ichaveradi mana. Ichaveradi mana. Xudo xolasa. Gap yo'q. Endi hozir общилigi uchun mana katta oxirda to'ladi suv. Hozir общи bitta ochganimiz uchun bu yoqda mana katta oxirimizga suvni qo'yganmiz, Suvni katta oxirimizga. Endi bu yerda mana yerdan balandligi oxirlarimiz qanaqa? Qo'ylarimiz bo'yi yetishi, yem yeyish e'tiborlari shunaqalarimiz. Xo'p, endi bundoq. Mana orqa tomoni hashak ketmasligi uchun yerdan Gidecha 75. 75 ko'tarilgan. Keyin mana sachka quyildi-da. Ichkarisi bundan bir 10 sm pastroq. 10 sm pastroq.
Shtobi bag'dan yeyishga udobni, bag'dan udobni. tepaga chiqib ketmaydi hashaylar, o'sha Endi hidi qilib har qo'yilgan. bir haftada ichidagi nimani olib turamiz, qoplab. Ko'ryapsiz, haligi qup-quruq changi chiqib yotibdi. Changi chiqib yotibdi. Haqiqatan Buni quruq. tagida ishlov berilgan, haliroq aytib ketaman. Ha, tagiga ishlov berilgan, bularniki. Berilgan. Demak, tushunarli. Zo'r berilgan. Gap yo'q, gap yo'q. Hop, endi buni Hop. qilayotganda tagini 50-45 santli turpoq olib tashalgan. Ha. Shibin tashlangan. Shibin Shibin. tashlangan. Shu siydeklar shimvarish uchun. Ha. Ustiga gideti bir 3 santli turpoq tashlab turib, nimada bunaqa Press uradigan qat nima bo'ladi? Press apparatida. Sonda urib chiqilgan. Mana siydeklar ko'ryapsiz. Mana shu qo'ylar kelganiga o'zi 2 oy bo'ldi. Mana changi chiqib yotibdi. Ha, tagi mana akalarim quruq ekan. 2 oy bo'lgan. Buni demak eng katta o'sha qo'y boqish sirlaridagi, qo'yxona quradigan sirlardagi eng katta siri ham shunda. Tagi ho'l bo'lib ketmaydi, ha? Mana ko'ryapsiz. Gap yo'q. Xudo xolasa tagiga shibin bosilgan. Taxminan necha bir 50 yo 40 45 45 tashalgan. 45 shibin tashlangan. Shibin tashalgan. Ha, demak tushunarli. Xudo xolasa endi mana bu yerdagi razvedkalarga e'tibor beryapman. Mana shu razvedkalar har bittasi ham qo'yilganda. Endi tepaga mintalattirgan narsa qo'yib ketganmiz, razvedkalar. Razvedkalar. Va svit yonibdi. Mana svetlarlar yonib. Endi qarang, bu kechasi ham mana shu mashinada ko'rsataveradi. Vaqti vaqtda bular hamma sovliqlar haliga qo'chqor qo'sh. Endi sonni aytib qo'ying. Soni nechta bo'ladi? Hozir bu yerda 25 ta sovliq. Aha. Ikkita qo'chqor qo'shib qo'ydik. Ikkita qo'chqor. Qo'shganimizga gideti bir oycha bo'ldi. Ha. Endi buni natijasini 1-2 oyda o'zi bilinadi. 1-2 oyda bilinadi. Haligi qochgan nima bo'lganmi? Xudoyimdan so'rayapmiz. Ha, gap yo'q. Bularga endi mana burchagidagina e'tibor beryapman. Bu yerga buzoqqa alohida joy. Ha, bu yerga oldin ham gaplashuvdik. Ha. Bu yerda o'sha oldin ko'rishganmiz. joy ozgina ortib qolgandi. Ha. Mana joylar qilindi. Bu yerda qarang, bu yerda olib ketdi mana. Mana. Oldin CDPDga отдельно ketdi, ha, mana edi. Bu ag'dan chiqib ketadi, ha. Mana bu yerga endi nima o'rnatilgan? Katta qilib. Kolodasi o'rnatilgan bu. Ha, 4 metrlik qilib. Ha. Ketaveradi. Bu ketaveradi, kolodasiga tushib ketaveradi, to'lib qolmaydi. Mana shu. Xudo xolasa. Endi haligi Mana. Bu yerda haligi mol uchun отдельно suv uchun mana bu idishi. Ha, Bu bu hashayxonasi. suv idishi, ha? Suv idishi bu. Bu hashayxonasi. Hashayxona. Gap yo'q. Mana bu yerga magnit qo'yilgan mana. Ha, mana. Mana endi yopishib qoladi. Mashalloh. Zo'r chiqibdi, xudo xolasa. Akalar bittadan laykni bosib, kommentarni yozib turasizlar. Bu mol uchun alohida mana. Halqalari ham bor. Yotib turishga qiynalmaydi. Qiynalmaydi. Gap yo'q. Bu xudo xolasa bitib qoldi, begiga ham tashab qo'ying. Ha, yotib turishga xotirjam bo'ladi, bemalol. Yotib turaveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Inshaalloh bularda endi mana qo'yxonamiz, mana qo'ramizni uzunligi mana oxirimiz. Uzunligi qancha endi? Shu 55. 55 atrofida. Chunki hali buzoqqa ham mo'ljallanganda, sal kattaroq. Asli latok bor-ku. Aha. Biz latokda ma'qul topmadik. Buni o'shalik qachondir bir xudo xolasa bir buzoqlar ham bir hech bo'lmasa 30 ta buzoq sig'ib menga. Sig'ib qoladi. Shu ham planimiz bor. Shuning uchun sal keyinroq oldik. Latok sal torroq ekan. Latok sal. Keyin buni yeyotganda mana bo'ynidan shilmaydan qilib shunaqa hisobga olingan. Mana bu ko'tariladi bu. Bu xotirjam, ha, bu ko'tariladi, xotirjam. Endi bu razmerga. kanalizatsiya suvlarimiz qayergacha ketadi bularniki? Mana orqada nimamiz bor o'zi. O'rtada katta alinaqa bor. Qo'shi bilan o'rtamizda ariq bor. Ariq bor. Ishga ketaveradi bu. Ha, ularga xalaqit qilmaydi. Unga g'ung narsa tushmaydi. Ha. U suvni ochishdan oldin ham endi suv bu qo'yib ichgan suv. Tushgan haligi musorlarni olib qo'yib o'zini ochamiz. Ha. Mana qo'shnilarda hech qanday bizga e'tiroz bo'lmaydi. E'tiroz bo'lmaydi. Joningiz omon bo'lsin. Endi mana ikki yerdan dimoxot qo'yilgan. Qo'yda tagi mana ochiq, havo zo'r aylanadi. Havo aylanishlari yaxshi. Qo'yda har bitta qo'ramizda bittadan ekan, ha? Ha. Endi bular pastga tushirilsa alohida bo'ladi. Tepada, bitta pastda. Ha, tepada, bitta pastda. Ha, tepaga akva o'rnagan, qishda yopiladi. Bu oynaklari bor, qishda yopiladi, ha, bularniki. Xudo xolasa mana akalar, qishda yopiladigan variant bu akva bilan o'rnatilgan ekan. Mana yerda panjara bilan to'silgan pastdan ko'rishga. Xudo xolasa bularda endi tepasi tirpitsa bo'lganmi, qanaqa narsa bu? O'sha issiq sovuq o'tmasligi uchun o'sha nimadan nomini bilmayman. Pok deymiz, o'zimizda tilda pok. Ha, pok qo'yilgan. Ha, pok qo'yilgan ekan bunga mana izolyatsiya bo'lib issiq sovuq to'sadigan variant. Bularda endi har bitta to'sin oralig'i qanchadan qo'yilgan, juda ko'p qo'yilganga o'xshaydi boyaga. Bayovoy bo'lgan ekan. Endi tepasida hozir Ozodbek
Ha. hech bo'lmasa 300 ta hozir vaqt xo'p desak ko'rsatamiz. 300 ta pris beda bosilgan. Ha, beda pris bosilgan. Yuk ancha ekanda. Hali yana zaxira qilamiz. Ha. Bular asosan nima yeydi hozir yeb ichishlari bu qo'ylarimiz? Hozir bular xo'p et talab yeydi kechqurun. Beda nimadan chiqaramiz ana? Drabilkadan. Ha, chiqarib unga hozir somon qo'shaman. Ha. Yengil kevak sepamanda keyin bug'doyda et talab xo'p 10 kilo bug'doyda makkaga aralashgani qaynoq suvga yutaman. Ertalab. Ertalab. Uni kechqurun yeydi. Ha. Ertalab yeydiganini kechqurun yutib qo'yaman. Bug'doy shishib makkalar yumshoq bo'lib qoladi. Yumshoq bo'ldi. Demak shunali. Hozir ikki mahal demak o'sha yemdan beriladi. Bo'ladi. Ha. Qolgan payt beda. Beda. Qolgan payt O'sha bedani yeb bo'lishiga o'sha uyutilgan makka bug'doyni sepaman kevak bilan. Bo'ldi. Ya joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa endi sir bo'lmasa. Mana shu qo'ralarimiz, mana shunday jarayonga yetguncha endi har bir odamda hisob kitobi bo'ladi-da. Taxminan bir qancha ketib qoldi. Mana o'zi tomlari bilan o'zi tayyor bo'ldi qo'ramiz. O mol boqish sirlarini qilib ko'rsatganimizda qurilish jarayoni ketayotgandi bu yerda. Bir ko'rsatib o'tib ketgandik siz bilan. Xo'p, endi qo'ydikini hozir primerdan hozir aytaman, lekin mana shu molxonaga 103 million ketgan. Molxonamizni o'ziga. Molxonani shu darajaga kelishi, undan keyin rasxod qilinadi domoxotlar. Mana shu bunyod bo'lishiga 103 million ketadi. Endi bunga ham ketdi-yu, endi to'sh desa aytaveraman. To'sh, ha, ya aytaveraman. O'g'lim Lutfulloh hisob kitobini o'sha qilgan. Ya, gap. Bu ham o'shanga borib qoldi. Jonlar yomon. Bu ham o'shanga 100 millionga bo'lmasa ham yaqinlashdi. Yaqinlashdi. Ko'proq biz nimalardan foydalandik? Buni temirlardan qimmat u. Umri uzoq bo'ladi dedik. Bo'lmasanchi. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa, akalar uy sharoitida qiziqaman, jazman bo'lib, xudo xolasa mana shunaqa qo'ralardan quraman degan aka-ukalarimiz sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Ko'ringlar, e'tibor beringlar. Inshaalloh, xudo xolasa mana shunaqa mana tepalariga ham bemalol aliglar to'qilgan ekan. Baquvvat bo'ladigan variantlaridan xudo xolasa qo'ramizni ko'rib turibsizlar. Yoqayotgan bo'lsa video syomkalarimiz akalar laykni bosasiz. Endi bularda yeyotgan yemini bitta ko'rib qo'yamiz. Endi mana ular mana shu idishlarda ular zaxirasi. Bularda zaxiralar, ha? Endi bular o'tilganini ko'rsatib qo'ying. Mana o'tilgan variantini chekkaroqqa qo'yib, xudo xolasa mana tayyor qo'yishibdi tog'oraga solib. Qaynoq suvda edi mana hozir bug'doy yumshoq bo'lib yotibdi mana. Buni kechqurun yeydi. Yeydi. Bunga kevak qo'shiladi. Bunga kepak ham qo'shiladi. Qo'shiladi. Hozir bir kunda hech bo'lmasa 25 kilo. Bir kunda 25 kilo. 25 kilo. Ertalab kechqurungisi bo'lib turibdi. Kevakdan tashqari. Kevakdan tashqari. Kevakdan tashqari buni o'ziga bir 10 kilo solinadi. 10 kilo solinadi. Endi buni qanday tartibda solamiz, xudo xolasa? Xo'p. O'sha aytdimmi, beda. Beda ozgina qolganda misol aqa-baqa suradi, ha? Surishni boshlaydi. Kelmay qoladi. Asli bedani yevuradi-yu. Shuna bo'lganda keyin bedan ustiga kevak solaman, quruq kevakni. Kevakni yeyman deb qolgan bedani ham qo'shib yevoradilar. Undan keyin mana buni xotirjam oxiriga to'kib qo'yaman. Buni maydalab yeb olaveradi. Keyin yotishadi. Gap yo'q, joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa, qadrli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz, imkon boricha mana to'la ma'lumotlarni olishga harakat qilyapmiz akalar. Mabodo nimadir savollaring bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Har bittasini o'qiymiz. Inshaalloh buni ikkinchi qismini ham qilamiz. Faqat savollarga javoblar qilib. Misol uchun savol yo'llashadi-da baribir. Albatta. O'tgan safargida ham nima bo'lgan, mana holat qanaqa bo'lgan degan savollarga sekin asta javob berib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Endi Ozodbek, labbay. Hozir mana shu yerda 25 ta sovliq. 25 ta hammasi sovliqmi bular? Ha, 25 ta sovliqda ichida 2 ta qo'chqori bor. Endi shundan bir gideti 20 kuncha bo'ldi, 5 ta boladan ajragan sovliq olganman. Ularda 20 ta addilni boqdim. Ana tushirib qo'yib. Hozir o'sha qaragan odam qarab qolmaydi-yu. Ana ajrata olmaysiz hozir. Bir xil bo'ldi. Bir xil bo'ldi. 20 kunda sal yemini kuchaytirdi. O'sha ishni tanlab olingchi, mana shu qaysi boladan ajragandingiz? Ya maşallah, mana akalar, xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Hammasi o'zi bir xil bo'lgan qo'ylarimiz. Ko'tarish haqida yemini kuchaytirdim. 20 kunda o'zgarar ekan. 20 kunda boladan ajragan sovliq. Hozir ajrata olmaysiz. To'g'ri. Hamma dum bilan lappullab bo'ldi. Xudo xolasa. Demak, endi bularda
qo'y boqishda eng birinchi endi buni misol uchun hamma foydalanish uchun boqadi. Albatta. Foyda qilish uchun boqiladi. Endi buni foyda olish uchun eng asosiysi bu nimalarda ekan e'tibor berib qarasak obunachilarimiz. Meni fikrim nima deymiz? Oldin birinchi hayvon olayotganingizda ozgina puldan qochmaslik kerak deb o'ylayman. Chiroyli vaj olsangiz, yaxshi narsa olish kerak. Misol uchun mayda bitta 3 millionlik qo'y turibdi, mayda 4,5 millionlik turibdi. Demak, farqi bor-da. Farqi bor. Sal qimmat olyapsiz. Uni sababi qimmatligining sababi chiroyli. Kelishgan, uzun, toza narsa. Sotishda ham qimmat sotasiz. To'g'ri. Asli arzon olsak, arzon sotamiz. Ana shunday. To'g'rimi? Bo'lmasamchi. Biz o'sha arzon olsak, arzon sotamiz. Shu yegan ichganimizni hisobini chiqarib, bundoq do'malab qolsa, endi bitta ikkita emas, bizda ko'p-u. Ko'p mahsul. Unisiki bunisiga qoplaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa, inshaalloh qoplaydi. Hali bizdan olgan odam o'g'rinib qolmasligi kerak. Ana shunday. Yana qidirish kerak. Asha akamdan hayvon olgandim, baraka topdim. Yashang. Deb telefon qilsang kelib, ashdan yo'qlaydigan bo'lsin. Ha, jonim. Birovni og'rintirib sotsangiz, bu baraka bo'lmaydi. Ana shunday. Xudo xolasa, asosiy bundan foyda qilish akalar olishda. Hammamiz guvohi bo'lyapmiz. Inshaalloh olishda yaxshi vaj, yengilroq, arzonroq vaj olsa, sotishda ham qiynalmaydi. Chiroyli narsa olsa, chiroyli narsa olsa, ishqibozi ham ko'p bo'ladi, xudo xolasa. Bularni endi yetiltirib, ko'paytiramiz bularni. Ko'paytirishga bu. Go'sht yo'nalishida emas. Yo'q, hozir bular aytdimi, qo'shib qo'yildi. Qo'shib qo'yilgan. Qo'shib qo'yildi. Go'sht olayotganda aytishgan, o'sha egizakchilar bor deyish, endi Alloh o'zi biladi. Alloh biladi. To'g'ri. To'g'ri. Endi buni natijasini bir 3 oy 4 oyda ko'ramiz. 3 oy 4 oyda ko'ramiz. Xudo xolasa. Oxirlarini ham chiroyli qilib yeb, ichib, xudo xolasa mana mazza bedaydi hech bola qolmadi o'zim. Yo'q. Bularda xudo xolasa akalarim ko'rib turibsizlar. Inshaalloh mana shunaqa zo'rlaridan sizlarga kontent videolardan ishlab turamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Bir narsaga e'tibor beryapman. O'tgan safargi videomizda ko'rsatgan aravamiz. Arava mana. Aravamiz. Bunga hozir akalar mana shundan o'zlari yasashgan, ideya qilishgan konteyner mahsulotlari mana. Bularda press bor. Silos tugadi-da mana. Silosimiz tugagan hozir. Bu ekan, nega bor to'kilaveradi bu. U pechgacha mazoli mana. Qarang, yengil. Xotirjam bir kishi bo'laveradi. Chapolizdan olib ketaverasiz. Bolxonaga olib kirib, oxirida har bitta novos oldiga solib tashlaveradi. Mana probkadan suv chiqib ketadi, Suv chiqib ketadi, bitta ochiladi-da mana. Ochilsa suv chiqib ketadi. 2 minutda bu suvi qolmaydi. Olib kirib yemini beraverasiz. Yemini kepaga aralashtirib berasiz, Kepaga aralashtirib berasiz. Kepak, o'sha olmoqda yem bor, novoslar uchun. Olmoqda yemlar. Kunjarasi ham bor, bug'doyda uni ham bor, aka. Demak, tushunarli. Bu endi hammasiga emas, o'sha navbat-navbati bilan. Navbat-navbat. Hozir bu yerda 7 ta 8 tasi kebakni o'zi yeydi, 2 ta tayyor bo'layotganiga o'sha kunjara qo'shilgandan beriladi. Tushunarli. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz. O'tgan safarga videomizdan bir yangilik qilibdilar. Xudo xolasa molxonamizga yangilikni o'zi o'ta kattasini qilibsiz. Dimoxotlar. Ko'rsataylikmi? Bitta obunachilarimizga ko'rsataylik. Xudo xolasa akalarim video syomkamizni oxirigacha kuzatib borayotgan aka-ukalarimizga molxonaga bu yangilikni aqlab o'chirib turgan kattasi mana. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar akalar. Mana dimoxotlar. O'tgan safar mana dimoxotni o'chirgandik. O'chdi. Endi yo'qayapman. Hop. Endi bak keling. Mana eda yondi mana. Menga qo'lda qo'ying-chi. Qanday havo? Havoni zo'r chiqazyapti bu. Mana. Har bitta nimasiga qo'yilavergan-ku. Bu yerda toza havo haydaydi. Bu yerdan haydaydi, toza havo. Tepal, mana bu yerda mana. Mana. Yaxshimi? Zo'r chiqaryapti havoni. Xo'p, endi narigini yo'q o'g'lim. Endi tortadigani bu. U tomonda tortadigani bu. Mana motorlar, Endi buni ham bag'ida ham olib qo'yavering, qaytga chiqayotganida, qaytda olayotganini. Havoni qayerdan olyapti? Bu yem zaxira. Yem zaxiralarni qaranglar. Tepadan toza havoni oladi. Toza havoni olib, baqa molxonaga haydaydi. O'zi havo ham o'zi siraz bilinyapti, o'zgaryapti. Endi bu aqa haydayapti endi bu. Bu yerda tortadi bu. Mana tortyapti. Tortyapti. O'sha 10 ta qo'yilgan. Mana ko'ra, ortiqcha hid yo'q. Yo'q, вообще hid yo'q. Ortiqcha pasha-pasha yo'q.
Maşalloh. Xudo xolasa oddiy mana ular akalar. Mana tunuka mahsulotidan qilingan bular. Tunuka mahsuloti. Bu havoni olib kirib ketyapti, u tomondan pastga toza havoni olib tushyapti. Demak, aylanma skvoznak bo'lib, havo qolmas ekan-a bu yerda. Maşalloh. Suv olingan o'tgan safar. O'tgan safar suvlarni ko'rganmiz. Xudo xolasa bu tomonda issiq suv, sovuq suv. Shu yerda qishda ham qiynalmaymiz, xudo xolasa. Ko'rsatib qo'yaylik suvni ham. Mana, ikkalasida ham suv tushyapti akalar. Keyin chiqib ketaveradi. Chiqib ketaveradi. Joningiz omon bo'lsin. Mollarimiz xudo xolasa mana haqiqiy 5 yulduzli molxonada mollarimiz ham yayrab yotibdi. Ha, bular turg'ish shart emas-a? Yo'q, turg'izmang. Bezovta qilmaylik. Maza qilib yotib dam olishyapti. Mana ventilyatorlarda o'tgan safar ko'rsatuvdik. Endi hozir bu ventilyatorga ham o'zi hojat qolmadi. Undan qolmadi. Yangilik bo'libdi. Yangilik bo'ldi. Gap yo'q. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar mana mollar ham maza qilyapti hozir. Mollar ham maza qilib dam olyapti-da. Ko'ryapsizlar akalar, xudo xolasa mana bu motorimiz mana bu tomonga haydayapti. Tashqariga chiqib ketadigan dimoxoti. Bu tomondan hammasidan tort nechta beyda bir? 7 ta ekan. 7 ta bir tarafda. Narigi tarafda ham 7 ta. 7 ta havo beradi bu, 7 ta so'rib iflos havoni tortyapti. Ha. O'zi chiqib ketadi. Bu yerda deyarli pasha ham yo'q-a? Pasha ham yo'q. Havo havo bo'lyapti akalar, demak pashsha ham yo'q ekan xudo xolasa. Demak, bugungi video syomkamiz akalarim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana shunaqa zo'r-zo'rlardan, kontent videolardan, sotish, olish, boqishlardan inshaalloh sizlarga namoyish qilib chiqazishda davom etaveramiz. Xudo xolasa. Endi akalar qo'llab-quvvatlab savollaring bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz. Kommentariyalarda inshaalloh hammasini o'qishga harakat qilamiz. Video syomkalarda davomida javobini berib o'tib ketaveramiz xudo xolasa. Nima savollarni qiynayotgan bo'lsa, bemalol berishlaring mumkin. Endi akalar bitta narsani hozir ko'rib qoldim birdaniga. Mana bu temir betonga qo'yilmagan. Bu yerdan qo'y o'tadi, aqabaqa sakrab o'tganda mana paltilin. Teshib qo'ymasligi uchun qo'yilgan ekan-a? O'zim topib oldim. Yaxshi bo'ldi ekan. Yaxshi bo'ldi. Demak, qadrli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz, bugungi video syomkalarimizni xudo xolasa mana shu joyida yakunlaymiz akalar. Sizlar bilan inshaalloh keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Har doimgi gapimiz, biz sizlar uchun harakatdamiz. Sizlar podдержка qilib, like bosib tursalaring bo'ldi xudo xolasa. Tuzlari ana shuba? Mana shu tuzi ekan-a? Ha, buni o'zi tugatib qo'yish. Buni hashash holatida olib qo'yiladi, tashlab qo'yamiz. Inshaalloh. Demak, akalar o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi syomkalarda ko'rishamiz.